boshqa viloyatlarni bilmadim, meni Namanganimda mehmon bo'lganingizda xotin oshi bor. Ya'ni bizda challada rukushon bo'ladi, bir kunda bo'ladi. Shu kuni ayollar avjiga chiqamiz, boshimizda shunaqa ro'molimiz bo'ladi. Shuna to'yxonaga kirganingizda hamma bir xil daka ro'mol o'ragan bo'ladi. Qudalar, achalar, hammaligida. Endi qarang, bu quda ro'mol deyiladi. 120 ga 120. Buvilarimiz, ya'ni biz acha deymiz, achalarimiz 140 ga 140 katta ro'mol o'rashadi. Shunaqasi Dubai House'da bor. Bu eng tozalari, ya'ni o'sha qudalar kiyadigani. Endi hayitga shundan bitta achalarimizga, onajonlarimizga olsak bo'ladi. Hurmatli o'g'illar, endi buvimiz esdan chiqmasin. Onajonimizga sovg'a olganda ularga ham bittadan ko'ylak olamiz. 800 Rozgar firmasi Turkiyaniki 850 mingdan mana shunaqa juda chiroyli ko'ylaklarim bor. Ko'ylagimni ko'rsatish uchun ro'molimni yechayinda. Yenglarini qarang, akkuratni, orqa koketkasini qarang. Hozir mana ushtu egnimda turib, yeshilkada boshqacha turadi, kiyganingizda boshqacha. Hozir mana onajonim ham kiyib turibdilar, juda go'zal turadi. Shunaqa 3 xil rasvetkasi bor. Razmerlarimiz nechidan nechigacha edi, qiz? Razmer 46 dan 52 gacha bu turk razmerida. Shunga qarab turib buyurtma qilsangiz bo'ladi. Yaxshisi Dubai House'imizga keling. Dubai House'imiz kechqurun soat 11 gacha ishlayapmizmi qizlar? Kechasi 11:30 gacha ishlayapmiz.